jamoasi sizga g'ayritabiiy bo'lgan ma'lumotlardan birini ulashishga harakat qiladi. Ekranlardan uzoqlashmang, biz esa boshladik. Eshik mix bilan yopib qo'yilgandi. Tushunyapsizmi? Eshikni ochib kirgan paytimda ularning barchasi yerda yotgandi. Orqa tomonidan qon so'rib olingandi. Qolaversa, quyonlarning ham hammasi shu holga tushgandi. Ushbu ishning sababchisini chupakabra yoki boshqa biror nom bilan atashingiz mumkin. Aslida bu muhim emas. Muhimi uning mavjud ekanligi. Shu kungacha chupakabraning bor ekanligini hech kim inkor qila olmagan. Ammo nima uchundir fan uning bor ekanligini ham tan olmaydi. Biroq ko'plab insonlar uning kam uchrashi va jigarrang bo'yni bilan qoplanganligiga qattiq ishonadilar. Aytishlaricha, u uydagi jonivorlarni bo'g'izlar va ularning qonlarini so'rib olarmish. O'tgan yillar davomida ushbu jonivor bilan to'qnash kelib qolgan insonlar chupakabrani turlicha ta'riflaganlar. Ammo ularning aksariyati mavjudot yog'och va hattoki temir qafaslarni sindira olishi, tik devorlar ustidan yurishi, inson yelkasi bo'yi sakray olishi haqida aytib o'tadilar. Xo'sh, chupakabra haqiqatan ham mavjud jonivormi? Yaqin kunlarda ushbu mavjudotning o'lkamizda, Xorazm hududidan topilganligi rostmi? Fikringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Demak, bugun kameraga tasvirga olingan chupakabra qiyofasi bilan tanishamiz. Chupakabra fanga noma'lum bo'lgan, biroq ko'plab afsonalarda tilga olinadigan sirli maxluq. Afsonalarga ko'ra, ushbu mavjudot chorva hayvonlarini, asosan qo'y va qo'zilarni o'ldirish, ularning qonini so'rib olish bilan mashhur. Uni aniq bir hududda yashaydi deya aytish juda ham qiyin. Bu turdagi mavjudot tashqi ko'rinish jihatidan it, койот, tulki, shoqol va cho'chqaga ham o'xshab ketadi. Chupakabra haqidagi ilk ma'lumotlar 1950-yillarda tarqalgan bo'lib, bu paytda Puerto Rikodan bir nechta o'lgan echkilarni topib olishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning qoni so'rib olingan bo'lgan. Keyinchalik ushbu afsona boshqa davlatlarga ham yoyilgan. Odamlar uni 4 oyoqlab yuradigan, it va койotga o'xshaydigan so'yloq tishli mavjudot sifatida ta'riflay boshlaganlar. Ushbu mavjudot haqidagi shov-shuvlar Puerto Rikodan tarqalgan bo'lsa, keyinchalik uning Dominikan, Argentina, Boliviya, Chili, Kolumbiya, Braziliya, Honduras, Meksika va Lotin Amerikasi, shuningdek AQShdan ham topilgani haqidagi xabarlar tarqatilgan. 2014-yilda Texasda istiqomat qiluvchi oila o'z uylari hududida chupakabrani o'ldirganliklari haqida ma'lum qiladilar. Ort oilasi vakillarining aytishlaricha, bu afsonalarda tilga olingan mavjudotning aynan o'zginasi. 79 yoshli Duk Ort chupakabra baland ovoz hosil qilgani, shu paytda erkak uydan tashqariga chiqqani va bir necha metr narida turgan jonivorni otib o'ldirgani haqida aytgan. Erkakning